menga kelishadi, garantiya berasizmi deydi. Nimaga desam, ekoga deydi. Men insonni ustida tajriba o'tkazmayman, men garantiya bermayman dedi. Oddiy appendis, oddiy mana xalq tilida aytaman, oddiy ko'rchangni olib tashlash uchun ham siz xirurgga, men patsientlar bilan shu gapni aytishiman. Xirurgga mani davoyim yo'q, nima bo'lishiga deb, mani davoyim yo'q deb birinchi xirurgga qo'l qo'yib berasiz, keyin u kirib operatsiyasini o'tkazadi deyman. Mana ham xuddi shunaqa. Agar ekoni 100% natijasi bo'lganda, men bitta hech kimni to'xta, oldin tekshiruv qilaylik. Agar turbang ochiq bo'lsa, ering urug'i ozgina sifati past bo'lsa, lecheniya qilib ko'ramiz. Tabiiy bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa keyin eko qilaman deb aytmasdan, shuncha plyus ketyapti, nima qilasiz? Ana 100% eko, garantiyasi bor. Keyin eko qilamiz deb aytardim deyman. Sizda konditsioner emassiz yoki xolodilnik emassiz, tok bo'lsa ishlaydigan, tok bo'lmasa ishlamaydigan. Biz tirik inson bilan ishlaymiz. Meditsinada garantiya degan narsani o'zi yo'q. Men hech qachon hech qaysi ishimga garantiya bermayman. Men prosta aytaman, men har bitta qilayotgan ishimni Allohga tavakkal qilib qolaman deyman.